Assalomu alaykum, hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va man xaridorlaringga navbatdagi tahliliy video emas, bu prosta o'zimda nima desam bo'ladi. O'yindan keyingi fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Undan oldin odatda sizlardan like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugun man nima desam bo'ladi, xohlasalaring agar kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Men danlarni qandaydir sizlarga berishim mumkin, lekin kechagi o'yindan keyin men hech qanaqa, misol uchun kecha danlarni olganman, o'sha statistik ma'lumotlar bormi, boshqasi bormi, lekin shu o'yindan shu darajadagi ko'nglim to'lmadiki. Kecha o'zimdan ijtimoiy tarmoqlarda rosa ko'p o'sha Manchester United fanatlari bilan juda ko'p shu haqda bahs-munozaralar bo'ldi. Nima sababdan, kim aybdor, o'sha urilmagan penalti, vaziyatlar, Brentforddagi vaziyatlar, gol, o'yin, futbolchilar xuddi kimdir ham aytdi, o'sha Samarqand Redsda boshlig'i Bahodir akamlar aytdi, o'yinchilar как будто xohlamayotgandek o'ynashdi, Amarim boshchiligida, xuddi slivat qiladigandek, xuddi ataylab o'yinni beradigandek tuyuldi degan fikrlar ham bo'ldi. Hammani o'zining fikri, men ularning fikrini qo'llab-quvvatlayman. Qaysidir ma'noda bu o'yinchilarda noroziligi ham bo'lishi mumkin, chunki kechagi o'yinni ko'rgan har bir muxlisda menimcha bu yutqizgan taqdirda ham pozitiv emotsiya bo'lmadi hech kimda. Misol uchun men aytardim, 1-0 yutqizsa ham shu trashib, omadi kelmay, shu shtangalarga tegib, 15 ta varataga zarba bo'lib turib, darvoza zamon sari 15 ta zarba bo'lib turib, shundan nechtasidir vartar qaytardi, omadi keldi degan fikrlarni aytish bilan o'yin bo'yicha yutqizdi, haqiqatdan yutqizdi, to'g'ri yutqizdi degan narsani aytish, bu bir-birini orasida farq bor. Shu sababli men aytmoqchiman, ayb kimdaligi bu hammani o'zining fikri bor. Qalbim o'zining fikri bor hammani, chunki kimdir o'ylaydi, bu o'sha Amarimni aybi deb o'ylaydi. Amarim sxemasi tusholmasligi, futbolchilarni moslasholmasligi degan fikrlarni bildiryapti ko'pchilik. To'g'ri, ular fikrlari ham qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin men o'zim shaxsiy fikrim bo'yicha aytganda, 2013-yildan beri Manchesterda shu tendensiya kelyapti. Trenerlar almashib kelyapti-da, va birontasi lokalniy bitta ikkita bunday Carabao Cupga o'xshagan yoki Angliya Ligi kubogiga o'xshagan kubokni yutyapti-da, natijasi ijobiy deb baholayapti aslida. To'g'ri, o'yinchi trenerning faoliyatini kuboklar bilan belgilash mumkin, lekin Manchester United kalibridagi klubda hamma narsa mikroskop ostida ko'riladi. Va siz misol uchun trener bo'lib qo'ygandan keyin Carabao Cup yutganingizda sizda ishingizda o'sha ijobiy baholanmasligi mumkin yoki muxlislarga yoqmasligi mumkin. Endi Angliya chempionatini oladigan bo'lsa, bu boshqa masala. U boshqacha uровень hisoblanadi, chunki o'sha butun masofa mobaynida g'alaba qozonib, kurashib kelib g'alaba qozonish, bu yutqizganda ham o'sha alam bilan shu omadi kelmadi degan ma'noda yutqizish bor, lekin bundaqa ma'noda yutqizish bu ancha farqi bor. Shuning uchun ham biz futbolni sevamiz. Va ko'pchilik o'sha fikrlar aytishdi, kecha rosa ko'p qarama-qarshilik shu haqida bahslar bo'ldi. Boya yuqorida aytganimdek, kimdir Amarim taktikasiga futbolchilar moslasholmayapti deyapti, futbolchilar noroziligi deb o'ylayapti, kimdir rahbariyat deyapti. Lekin meni shaxsiy fikrim bo'yicha futbolchilarda qandaydir o'zgartirish kiritilishi kerak. Futbolchilarda o'zgartirish kiritilmasa, ya'ni futbolchilar o'zi xohlab shu narsani qilmasa, ya'ni Manchester United uchun haqiqatdan shu klub uchun o'ynashni istamasa, unda misol uchun tarbiyalanuvchisi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, uni bizga keragi yo'q. Shu fikrda tendensiyani qo'llash kerak. Endi agar shu 2013-yildan beri hozir yana trenerni almashtiradigan bo'lsak, ko'pchilik o'sha misol uchun Sulsherda aytyapti, hozir ishsiz yuribdi, yoki Karikda aytyapti. To'g'ri, u trenerlarning o'ziga xos falsafaga ega trenerlar. Lekin boya aytganimdek, yana trener hozir shu orada trener almashtiradigan bo'lsak, bu degani yana bir mavsum biz ketdi degani yo'q deb hisoblaymiz, yana bir mavsumda. Bizda bu mavsumda kamida yo'q deganda, bu ham orzu bo'lsa kerak menimcha, Chempionlar Ligasi uchun beriladigan joylarga ega bo'lish.
Va Amarim kelishidan oldin u misol uchun Angliyani, men kecha shu fikrlarni aytdim, Angliyani o'sha skautlari bormi, boshqasi bormi, ular adashishi mumkin, lekin bitta odam ishlamaydi-da yerda. Misol uchun butun shu bo'lim bo'lishi mumkin. Skautlar bo'lishi mumkin. Bu skaut ham birdaniga o'zi xulosa chiqarmaydi. Mana shu trener mosroq ekan, yosh iqtidorli trener ekan deb kimgadir topshirishi mumkin hujjatni kimdir ko'rganib o'rganib chiqiladi. Endi shu o'rganish jarayonida rahbariyat shu fikrga kelganki, Ineos kompaniyasi, ya'ni Iminni, demak, shu to'g'ri fikr. Ya'ni o'sha Amarim Manchester Unitedga mos degan fikrga kelingan. Endi kelgandan keyin sostav o'sha narsaga moslashmagandan keyin uni endi men bilmasam, futbolchilar просто sotish kerak, o'yinga moslasha olmaydigan yoki boshqa klublarga almashtirish kerak. Kecha misol uchun o'yinni ko'rganlar, ko'pchilik ko'rdi. O'sha birinchi goldagi xatolik, Maguire xatoligi. Nima qilasan, ofsayd deb, sun'iy ofsayd qilaman deb. Yoki Delixt oldinga chiqib ketgani, Dalotni o'yini, Dorguni o'yini, Showni o'yini. Umuman himoyada men norozi bo'ldim kechagi o'yinda. Umuman sxematik tarzdagi o'yin yo'q. O'yinchiga o'ynash, ofsaydga chiqib nima ofsayd ushlab, nima qilasan, o'yinover, o'zi og'ir bo'lsang, san yetib olganingcha ular hujumchisi qochib ketish ehtimoli juda yuqori bo'lyapti. Va shuni oqibati o'laroq jamoada shunaqa natija kelib chiqyapti. Urilmagan penalti, ko'pchilik Bruno unday qildi deydi, lekin shuni hisobga olish kerakki, Bruno o'zini pozitsiyasida o'ynagan yo'q. Bruno o'zini pozitsiyasida o'ynaganda Bruno Fernandes bundaqa natija kam qayd etilgan, chunki bu mavsumda emas, o'tgan mavsumlarda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha sxema, bu ham sxemaga bog'liq. Sxema bilan boshqa narsa. Sulsher paytida o'ynaganda, shu Bruno kelgan paytda Bruno absolyutni hamma joyda o'ynardi. Chunki u erkin ijodkor sifatida o'ynar, o'nlik sifatida o'ynardi, paslari hamma narsasi zo'r ketardi. Hozir Amarim qandaydir sxemaga solmoqchi bo'lyapti. Balki Amarim o'zini moslash vaqti kelgandir futbolchilarga, yoki o'sha futbolchi endi hozir hamma o'yinni biz Bruno orqali qurishimiz kerak. Chunki xalqaro o'sha top darajadagi yarim himoyachilarimizdan bittasi bizni Bruno hisoblanadi. Komandani kerak paytida o'zini orqasiga yetalab oladigan futbolchi Bruno hisoblanadi. To'g'ri, u kapitan bo'lmasligi mumkin. Shu Roy Keane tarifi bilan aytganda, u kapitanlikka mos emasdir. Ortiqcha emotsiyalarga beriladi va keraksiz paytda keraksiz follar ishlab qo'yar. Lekin uni top darajadagi yarim himoyachi ekanligini hech kim inkor qila olmaydi. Balki Kunyan o'rniga, kecha Kunyan o'yini bir ikkita lokal vaziyatda olganda, umuman o'yini bilingan yo'q. Beymuni ham, Kunyani ham o'sha zaminaga tushgan Maynuni ham kerak bo'lsa o'yin ko'ringan yo'q. Sizlar bu haqda o'zlaringiz fikrlaringizni albatta yozib qoldiringlar. Единственный plus tarafi shu o'yinda, kechagi o'yinda Nursiz o'yini Benjamin Sheshkoni gol urgan. Meni fikrimcha, shu Benjamin Sheshkon gol urgani va qolgan bu o'yinlarda pozitiv nuqtani qidirish juda qiyin. Men shu fikrda qolaman. Trenerni hozir o'zgartirish ma'qul emas. Lutch maksimal darajada shu o'yinchilarni baribir moslashtirishga harakat qilish kerak. Sizlar o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Sizlar albatta like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlardan xayrlashaman. Xayr. O'zlaringizga asranglar.